Mana jamoamizdan hozir intervyu olamiz. Xudo xolasa, mana Samarqand shahridan tashrif buyurgan singlimizdan bugun to'yimizni qaysi qo'shiq bilan boshlaysiz? Bugun turkcha Bag'dod degan qo'shiqlar bilan boshlaymiz. Oxirida ham shu bilan tugatasiz. Rahmat. Keyingi qo'shiqchi qizimizdan so'raymiz. Qaysi qo'shiq bilan boshlaysiz? Hindcha qo'shiq bilan Xattuba. Rahmat. Zo'r bo'ladi. Siz qaysi qo'shiqqa yaxshi o'ynaysiz? Hamma qo'shiq arab. Hamma qo'shiqqa yaxshi o'ynaykan. Qizimizga 5 baho. Endi xudo xolasa doirani kar chalaydigan doirachimizni oldiga boramiz. Qani Hasanbek? Hasanbek qani? Bu yerda yo'q ekan, Hasanbek topamiz. Yamahani kloshlari sindirib chalaydigan Alijondan so'raymiz birinchi. Marhamat, Alijon. Qaysi muzikani chalib berasiz? Sariq ko'ylak bo'ladimi? Sariq ko'ylak, sariq ko'ylak deyiladi. Rahmat e'tibor uchun barchaga. Endi hozir Hasanbek bilan Ozodbek to'xtang. Gitarani var o'tkazib chaladi xudo xolasa. Qaysi qo'shiqlarda? To'yimiz chotga bo'ladi. Mana ketdik, Hasanjonni topdim men. Hasanjon doirani kar o'tkazib chalaydigan Hasanjon. Kuyov jo'ralariga doira bazm bo'ladimi? Bugun agar sahnani oldiga kelsa, birinchi, ikkinchi davradan keyin sal pastroq. bomba bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Timbalni istilariga suvda qiyib chaldiradigan timbalchimiz Xushnitjon. Assalomu alaykum. Bugun buni tug'ilgan kuni xudo xolasa tabriklaymiz. Timbal qanday chalasiz bugun? Bugun kuyov bo'lish Azrat bo'lsa, Azartda. Azartda ya. Azart aka. Demak, bugun to'yimiz qanday bo'ladi? Bugun portlaydi. Portlaydi to'y. To'yimiz bugun portlaydigan do'stlar, qaysi to'yxonadamiz? O'zbekning to'yxonasida. Rahmat e'tibor uchun barchaga.